Diqqat! O'zbekiston fuqarolariga ajoyib yangilik. 1-apreldan boshlab barcha o'zbeklarga 4 million so'mdan pul mukofoti beriladi. Bu xushxabarni barcha O'zbekiston fuqarolariga yetkazing. Tezda pullaringizni oling. Azizlar, hozir xabar boshida siz azizlarga bugungi ob-havo ma'lumotini yetkazamiz va xabarning oxirida ushbu yangilikni siz azizlar e'tiboringizga havola qilamiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu yangiliklardan imkon qadar boshqalar ham tezroq xabardor bo'lishlari uchun video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa sizlarga har doimgidek eng so'nggi yangiliklarni yetkazib turishda davom etamiz. O'zgidromet agentligi bugun 19-mart kuni O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yomg'ir yog'ishini ma'lum qildi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Diqqat qiling. Bugun 19-mart kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 13-18 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarga yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Havo harorati kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarga yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor, ayrim joylarga tuman tushadi. Ko'p joylarda esa sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda. Diqqat qiling, O'zbekistonda kambag'al oilalarga pillachilik bilan shug'ullanishi uchun 4 million so'mdan subsidiya beriladi. O'zbekistonda pillachilik sohasini rivojlantirish va aholining daromadini oshirish maqsadida kambag'al oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tartib joriy etildi. Bu prezidentning ipakchilik sohasini yangi tizim asosida rivojlantirish hamda oziqa bazasini mustahkamlashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilandi. Qarorga ko'ra, 2026-yil 1-apreldan boshlab kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasi mablag'lari hisobidan pillachilik kooperativlariga a'zo bo'lgan kambag'al oilalarga subsidiya ajratiladi. Bunda bitta oilaning bir nafar a'zosiga bir martalik tarzda 4 million so'mdan mablag' berishni ko'zda tutgan. Mazkur subsidiya tutzorlarni tashkil etilayotgan yer maydonlarida pilla kooperativlarini tuzatish va aholining pillachilik faoliyatiga kengroq jalb qilinishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ushbu mexanizm orqali kambag'al oilalar uchun qo'shimcha daromad manbalarini yaratish hamda ularning bandligini oshirish maqsad qilingan. Hujjatda shuningdek pillachilik sohasini rivojlantirish uchun qator moliyaviy va tashkiliy choralar ham belgilangan. Jumladan tutzorlar maydonlarini kengaytirish, pilla yetishtirish hajmini oshirish, xom ipakchilik chuqur qayta ishonchli rivojlantirish hamda soha korxonalarining eksport salohiyatini kuchaytirish rejalashtirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligi 17 fevral kungi yig'ilishda kambag'al oilalarda ijtimoiy reyestrga kiritilgan aholini pillachilikka jalb etish va ularni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilishi ma'lum qilindi.
pillachilikda sanoat usullarini kengaytirish muhim vazifa sifatida belgilandi. Hozirda pillaning asosiy qismi xonadon sharoitida yetishtirilayotganligi qayd etilgan. Maxsus qurtxonalar tashkil etilishi orqali hajm va sifat barqarorligini ta'minlash mumkinligi ta'kidlangan. Klasterlar tomonidan qurtxonalar qurish va ishga tushirishni rag'batlantirish, shu jumladan qurtxonalarni yer va mol-mulk solig'idan 2029-yil 1-yanvarga qadar ozod qilinishi ham tashkil etiladi, deyiladi ma'lumotda.